Azizbek bitta savolda kompaniyada dispetcherlarning unumdorligini qanday qilib oshirishimiz mumkin? Savolda, misol uchun ko'pchilikni qiziqtiradi. Bilasizmi, ko'p avtomatlashtirishga harakat qilishimiz kerak ishimizni oson qilish uchun avtomatlashtirishga harakat qilishimiz kerak. Bu narsaga dedicate liniyalar bizga yordam beradi. Shunday qanchalik dedicate liniyangiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, kompaniyada shuncha ishingiz unumdor bo'ladi va avtomatlashadi. Undan tashqari account managerlik deydi. Brokerlar bilan aloqani rivojlantirishimiz kerak. Mana 100 tagacha bo'lgan tracking kompaniyani o'zi asli bir 10 ta broker bilan yaxshi aloqa qiladigan bo'lsangiz, kerak bo'lsa o'sha 10 ta broker sizni boqib oladi. Bu ham sizni avtomatlashtirishga yordam beradi. Shunga shu ikkita narsaga ko'p ahamiyat berishimiz kerak. Undan tashqari yana ko'p anaqalar bor. Uni ham xudo xolisa alohida bir gaplashamiz.